Varshavadagi? Demak, mana biz Polshaning markaziy shahri, ya'ni asosiy shahri Varshavadamiz. Demak, Varshava bilan Toshkent shahrining aholisi deyarli bir xil, 4-5 million atrofida ekan. O'zi Polshaning aholisi ham 34-35 million atrofida ekan. Demak, O'zbekiston bilan deyarli bir xil, lekin birdaniga ko'zingiz tushadigan jihati, ya'ni farqli jihati bu jamoat transporti. Haqiqatan jamoat transportiga juda katta e'tibor qaratilgan. Mana asosiy ko'chalari ham ikki polosadan iborat mana. Demak, mashinalar ko'p emas, shovqin emas. Go'yoki xuddi mashinalar deyarli yo'qdek ko'rinadi. Onda-sonda bir ikkita mashina o'tib turadi, lekin asosiy ko'cha. Xo'p, mana alohida velopoygachilar, ya'ni velo haydovchilar uchun alohida velosipedlar uchun yo'l qilingan va asosiy urg'uni albatta piyodalarga berilgan. Mana agar siz svetoforda o'taman desangiz, albatta ko'zi ojizlar, karlar uchun ham albatta sharoit yaratilgan, ya'ni maxsus ovozlar chiqarib turadi. Xullas, mana shunday yangiliklar.